Agar siz bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, Allohga hamdlar ayting. Sababi siz yaxshi ishga sherik bo'lishingiz mumkin. Boquvchisini yo'qotganlar, yetimlar, miskinlar, oilasi erkak kishisi yo'q bo'lgan xonadonlarga biz ko'mir hayrasini boshlaganmiz. Siz ham bu hayramizga sherik bo'ling. Muhimi bee'tiborlardan bo'lmang. Bu hayramizga 5 kilomi, 10 kilomi bo'lsa ham, 10 ming so'm bo'lsa ham miskinlar uchun ko'mirga ehson qiling. Zeroki ozgina summa bilan Robbil olaminning rizoligini topib jannatga kirishingiz mumkin. Siz aslida o'zgalar uchun ehson qilayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin aslida siz o'zingiz uchun ehson qilyapsiz. Va bilingki, albatta bu qilgan ehsonlaringiz albatta oxirat kunida og'ir mashaqqatli damlaringizda oldingizga keladi va albatta shafoat qiladi. Va bu miskinlar va bu yetimlar sizni albatta qiyomat kuni mahshar maydonida Robbil olaminning oldidan sizni tortib oliy jannatlarga yetaklashi mumkin. Faqat siz bee'tibor bo'lmang. Qoldirgan kartalarimizga ozgina bo'lsa ham ehsonlaringizni ayamang. Bo'lmasam shu videoni ko'plab odamlarga jo'nating. Like, komment qoldiring, istoriyangizga olib chiqing. Sabab yaxshi ishga sherik bo'lib, siz ham yaxshi ishni qilganlik savobini oling va munosib odamlarga yetib borishiga hissa qo'shing. Bee'tibor bo'lmasangiz bo'ldi. Ehsoni borlar ehsoni bilan yoki bo'lmasam ushbu videomizni ko'pchilikka tarqatish bilan bizga yordamchi bo'ling. Va bilingki, shu videomizga yordam qilgan, ehson qilgan, komment qoldirgan, like bosgan, istoriyasiga olib chiqqan barcha yurtdoshlarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin. Qiyomat kuni oliy mukofoti bilan mukofotlasin. Ozgina qilgan sa'y harakatlarning evaziga eng oliy jannatlari bilan mukofotlasin.